Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Amerika Xitoyning Hong Kongda Tiananmen voqeasini qayta sodir qilmaslik haqida ogohlantirdi. Amerika Xitoyning bir yadro energiya shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Rossiya Amerika Xitoy savdo urushining ta'sirini yengiltishga tirishmoqda ekan. Afg'onistonda o'zini qo'shib portlatish voqeasi yuz berib, 63 kishi o'lib, 182 kishi yaralandi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerika Davlat Xavfsizlik bosh maslahatchisi Jon Bolton Xitoy hukumatining Hong Kongda namoyishchilar bilan soqchilar o'rtasidagi to'qinishni bahona qilib, namoyishchilarni bostirishga qarshi ekanligini bildirib, Hong Kongda Tiananmen voqeasini qayta sodir qilmaslik haqida ogohlantirdi. Xitoy hukumatining Hong Kongga kirgizish uchun Xinjiangga askar to'plaganligiga doir xabarlarning tarqalishi bilan Jon Bolton 15 avgust Amerika ovoz radiosining ziyoratini qabul qilganda bu ogohlantirishni berib, Xitoyning nihoyat ehtiyot bilan tadbir qo'llanish kerakligini, xalqning Tiananmen voqeasini unutib qolmaganligini ta'kidlagan. Jon Boltonning bildirishicha, Xitoy hukumatining Hong Kongda Tiananmen voqeasidagi bir voqeani paydo qilishi nihoyat cho'ng xatolik bo'ladiganligini, Amerika xalqining Tiananmen voqeasini unutib qolmaganligini, Xitoyning har qanday bir harakati Amerika Davlat Majlisining shiddatli inkosini qo'zg'aydiganligini, Davlat Majlisida kayfiyatning nihoyat jiddiy bo'lib, Xitoy hukumatining har qanday xato qadami Davlat Majlisining portlashiga sabab bo'ladi degan. Xitoyning Angliya turishliq bosh elchisi Liu Xiaoming payshanba kuni bayonot e'lon qilib, Hong Kong vaziyati davomli yomonlashsa, Beijing hukumatining qarab turmaydiganligi, Beijingning qalayimqonchilikni tez orada besiqtirishga chorasi va kuchi borligini bildirgan. Moliya vaqtigisining xabar qilishicha, Xitoyning Jungo ommabop yadro energiya guruhi va uning 3 tarmoq shirkati Amerikaning harbiy ishlarga ishlatilgan yadro texnikasini o'g'irlash bilan ayblanib, Amerika Savdo ministrligining qora tizimiga kirgizilib, Amerika shirkatlarining mazkur Xitoy shirkatini lavozimot bilan ta'minlashini unumli darajada cheklaydiganligi ta'kidlangan. Bu yil iyulda Xitoyning Huawei shirkatini mazkur tizimga kirgizgan edi. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika bilan Xitoy savdo urushi tadrijiy bexatarlik va texnologiya sohasiga kengaymoqda ekan. Amerika Savdo ministrligi Jungo yadro energiya guruhini qora tizimga kelishning oldida Amerika Energiya ministrligiga tekshirish olib berib, Energiya ministrligi 2018 yil dekabrda Xitoyga yadro texnikasi eksport qilishni cheklab, Xitoyning Amerikaning ommaviy yadro texnikasini o'zining qonunsiz harbiy ishlariga ishlatishning oldini olishni qaror qilgan. Xitoy shirkatlarining qora tizimga kelinishi Angliyaning bu shirkatlar bilan bo'lgan munosabatiga kuchli besim paydo qiladi ekan. Amerikaning yordamchi tashqi ishlar ministri o'tgan yil 10-oyda Angliyani ogohlantirib, Xitoy yadro energiya guruhi bilan hamkorlashmaslikni, o'zlarida ommaviy yadro texnikasining harbiy ishlarga ishlatilayotganligiga doir dalillar borligini bildirgan. Rossiya iqtisodiy taraqqiyot ishlari ministri Maksim Orishkin Amerika Xitoy savdo urushi sababidan o'tirg'i chiqqan ta'sirlarni yengiltish uchun Xitoy va arab davlatlari bilan unumli bir shaklda xizmat qilayotganligini bildirib, Gorno-Altaysk shahrida muxbirlarga bergan bayonotida Amerika Xitoy o'tirsida qaytadan yalqinlashga boshlagan savdo urushlarining Rossiya iqtisodiga ko'rsatgan ta'siri ustida to'xtalib, Xitoy Amerika savdo urushining Rossiya iqtisodiga ma'lum darajada cheklash ta'sirlarini ko'rsatadiganligini bildirdi. Orishkin dunyo iqtisodidagi ostilashning Rossiya iqtisodiga ko'rsatadigan ta'sirini yengiltish uchun kerakli xizmatlarni davomlashtirayotganligini tushuntirib, dunyo iqtisodidagi ostilashga qaramasdan Rossiyaning dunyo bozoridagi hissasini oshirish uchun Xitoy va arab davlatlari bilan unumli bir shaklda xizmatlarni qilayotganligini, bu orqali Xitoy Amerika savdo urushining ta'sirini tangponglashtirmoqchi ekanligini bildirdi. Avgust kuni Afg'oniston poytaxti Kabulda o'tkazilgan to'y marosimida o'zini qo'shib portlatish voqeasi yuz berib, 63 kishi o'lib, 182 kishi yaralangan bo'lib, o'lganlarning ko'pinchisi ayollar va bolalar ekan. Daeshning Afg'oniston tarmoq tashkiloti mazkur voqeaga mas'ul ekanligini jakarlagan. Bu voqea Amerika hukumati bilan Taliban taraf tinchlik suhbat olib berayotgan bir mezgilda yuz bergan bo'lib, Kabul xalqi bu terrorlik voqeasidan qattiq g'azablanib, o'ldirilganlarning begunoh fuqaro va shiya musulmonlar ommasi bo'lib, voqea Daeshning tex taltuks yo'qmaganligini bildirdi ekan. Bu voqea mush yilning 5-dan buyangi Afg'onistonda yuz bergan eng qonliq terrorlik voqeasi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.